Navbatdagi sparkimiz. Bularda ham xuddi shu ahvol. Bacholarini yechib, oqartirib, pechkalarini yechib, pechka kirib ketadi. Uni ko'rayotgan bo'lsa, yo'da radiatorni pastlash shinankasini chiqarib, polni chiska bo'ladi. Polni ximikatlar bilan ichini yuvib, tozalab, hamma narsani yuzaga chiqarib berayotgan ximikat bo'ladi. Ximikat bo'lmasa, ertalabdan kechgacha suv oqib qo'ygan foydasi yo'q. Ximikat yetib, qizganda raksiga kirib, polni qurumlarni chiqarib beradi ana qilib. Xudo xolasa buni ham post qilib qo'yamiz, kuzatishni davom etinglar. Hozir ishimizni tugatib, post qilib qo'yib beramiz. Mabodo xizmatda bo'lsa aloqaga chiqarsa, pastki nomerimizni qoldiramiz. Next uchimiz naql. Yorilib ketgan, ko'rinayotgan bo'lsa, treshnalar. Tepadan pastga yorilib ketgan hozir. Krishkalarni qo'yib, ideal chiqarib beramiz. Men olib ketaman, qo'yaman. Xizmatda bo'lsa aloqaga chiqarsa, pastki nomerimizni qoldiramiz.